Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Assalomu alaykum Osiyo avtokritik kuzatuvchilari. Xo'p, hammani kirib kelgan yangi yil bilan Osiyo avto jamoasi nomidan nima qilamiz? Tabriklaymiz. Ko'pchilik qiziqqan savolga javobda endi aytib o'tib ketamiz. 2026-yilga ham shu tarzga ish bo'ladimi degan odamlar uchun xuddi shu tarzga ish bo'ladi. Kelgan mashinalarni o'zida bor. Nexia, Matiz, Spark, Tico, Gentra, Cobalt, Tracker, Onyx turdagi mashinalarni hisoblab olamiz. Hisoblab olingan savdo kalkulyatsiyasi qo'yiladi, faqat bir narsa o'zgaradi. Olingan narxi necha pul bo'lishidan qat'iy nazar, mashinalar necha pulga olsa 1 million so'm qo'yib sotiladi. 1 million so'm bu videosi qo'yib beriladi. Olmoqchi bo'lgan odamga ustiga 1 million so'm qo'yib ishlanadi. Osiyo avtokredit har doimgidek xalqqa bizning manfaatimiz tegadigan bo'lsa, necha kishi, 1000 ga yaqin kishini mashina qildik. 2 oy ichida o'zini puliga olib sotilgan mashinalar 1000 ga yaqin bo'lib qoldi. Mana shuncha odamni xonadonida yaxshilik qildi, qo'limizdan kelgancha olib kirib oldik, shuncha odamni mashinani ham oldik, shuncha odamni mashinani ham sotdik 2 oy davomida. Bundan keyin ham xuddi shu tarzda ketadi, faqat 1 million so'm qo'yib beriladi. Olingan mashina ustiga 1 million so'mga ishlanadi. Agar shunday tarzga ishlashimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga like bosib ketaverasizlar, xuddi shu tarzga ish bo'ladi. Fikrlaringizni kommentga yozinglar. Yana kimgadir qandaydir savol bo'lsa, nimadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Biz обязательно mana shu videoning kommentini faolini o'qib, tanishib, yana qandaydir o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zgartirish kiritamiz.